Sizni ham dazmolingizdan dazmol qilayotgan payt shunaqa sovuq kiyimlaringizni dog' qo'yapman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, shunaqa holatda oldini olish va dazmolni to'g'ri ishlatishni o'rgatib qo'yaman. O'zi dazmollar nimaga sovuq ketadi? Sovuq ketishini asosiy katta sabablaridan bittasi shu dazmolga suv solayotgan paytda mana shu avtoparni yoqib qo'yish bo'ladi. Dazmolga suv solayotgan paytda mana shu avtoparni o'chirib qo'ysanglar, kiyimingizdan suv oqib, dog' qilmaydi kiyimingizdan. Dazmolinglarni yoqib bo'lganinglardan keyin o'zingizga kerakli gradusga qo'yasizlar va mana chiroq o'chgandan keyin bemalol ishlab turasizlar. Bu chiroq hamma dazmollar har xil joyda bo'lishi mumkin. O'zi обычный dazmollarda ikki xil par bo'ladi. Avtopar bilan ruchnoy par bo'ladi. Avtopar mana yoqsanglar, dazmol o'zini hududida qimirlatsanglar, par berib turadi kiyimga. Ruchnoy par bo'lsa mana bu knopkani bossanglar, ruchnoy par chiqaradi. Ikkalasida bularning ikkalasini bitta vaqtda ishlatib bo'lmaydi. Dazmolinglarga nagruzka tushirib qo'yasizlar. Yo avtopar ishlatish kerak, yo ruchnoy par ishlatish kerak. Agar yana dazmolinglar sizlarga uzoq yil xizmat qilishini xohlasanglar, vaqti-vaqtida chiskalarni turishingiz kerak bo'ladi. Bizning O'zbekiston suvlarida xlor ko'pligi sababli dazmolchiga juda ko'p keznak yig'ilib ketadi. Chiska qanaqa qilinadi? Misol uchun sizlar dazmolinglarni ishlatishingizga qarab, bir kunda bir marta ishlatsanglar, 2 haftada bir marta, 2-3 kunda bir marta ishlatsanglar, bir oyda bir marta chiska qilib turish maslahat beriladi. Chiska qanaqa qilinadi? Dazmolchiga suvni to'ldirib olasizlar, maksimalniy gradusga qo'yasizlar, qizdirib olasizlar. Keyin mana misol uchun bu dazmolimizda mana bu yog'ida chiska belgisi bor. Mana mashina surib, chapga o'ngga qimirlatsanglar, dazmol ichidan o'zi o'sha nakib plus suvlarni olib tushib ketadi. Agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Bundan-da qiziqarli videolarni kuzatmoqchi bo'lib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.